Assalomu alaykum azizlar. Bugun biz mana Sergeli avtomashina bozoridamiz. Demak, bugun Mogo Avtolizing kompaniyasi tomonidan ajoyib aksiyalar. 9 million aksiya. Oldin 7 million edi shu aksiyalar. Mashina kim xarid qilgan bo'lsa, 9 million skidka aksiyalarimiz bor va juda ko'p mashina jihozlar aksiyada bor. Agar mashinangiz qayerdadir buzilib qolsa, 11 ta region ichida usta haqqidan 20% chegirma Mogona kompaniyasi tomonidan. Yana bitta katta ajoyib sovg'alarimizning aksiyalaridan biri 20-maydan 26-iyulgacha Mogo Avtolizing kompaniyasidan mashina xarid qilgan insonlar uchun ajoyib mashina jihozlari va Sharm el-Shayxga sayohat. Shoshiling, balki siz bo'lishingiz mumkin ushbu sovg'a egasi. Aynan 27-iyul kuni mana shu yerda shu o'yinda o'zim shaxsan haqqoniy mana shu ishtirokchiga sovg'a topshiriladi. 20-maydan 26-iyulgacha bo'lgan sanada mashina xarid qilgan odamlar uchun ushbu o'yin bo'lib o'tadi. 27-da mana shu yerda g'olib egasiga topshiramiz. Mogo Avtolizing kompaniyasi. Mogodan mashina xarid qiling va Sharm el-Shayxga uching. Ha, aziz do'stlar, to'g'ri eshitdingiz. Mogo filalarimiz super yutuqli o'yinlarni tashkil qilyapti. Bizdan 20-maydan 26-iyulgacha bo'lgan mijozlarimiz mashina xarid qilgan mijozlarimizga super yutuqli o'yin ishtirokchilariga aylanadi. Bu yutuqli o'yinimizda Sharm el-Shayxga 2 kishilik tur paketlari mavjud hamda 10 ta qimmatbaho sovg'alar o'ynaladi. O'yinning g'olibini 27-iyul kuni aniqlaymiz. Assalomu alaykum barchaga aziz obunachilar, qadrdon do'stlar. Bugungi videomizda arzon narxda va arzon boshlang'ich to'lovga mashina xarid qilaman deb yurgan aka-ukalarimiz uchun xudo xolasa bugun manfaatli videomiz bo'ladi. Bugun yangiliklarimiz pisyor, bu videoni boshdan ham ko'rdingizlar. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshimisiz aka? Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana bizning Mogomizda yangiliklar qilishda charchamaydi. Videomizning boshida aytib o'tdik. 2 kishilik tur paketimiz Sharm el-Shayxga va 10 ta super sovg'alarimiz mavjud, qimmatbaho sovg'alarimiz. Shularni 20-iyulda nasib bo'lsa tarqatishda davom etamiz. O'yinimizni o'ynab 20-iyulda mana shu yerda ofisimizda Toshkentda onlayn o'ynaladi. Shu yoqdan ofisga kelib bemalol qatnashib, mashina xarid qilganlar qatnashib, mashinani sovg'alaringizni olishlaringiz mumkin. Qabul qilishingiz mumkin. Endi bizni lokatsiyamizni aytib o'tsak, Sitora bolalar bog'i, ya'ni paxta, eski paxtoy bolalar bog'i kiraverish joyida Detski bansandan ro'parasi. Mana Detski bansandan ro'parasi, mana bu yerda minor mana. Ko'pchilik biladi bu yerni ham. Xo'p. Detski bansandan ro'parasi. Bizda aksiyalarimiz bor, bilib bilasizlar aziz obunachilar, 5 million, 7 million, 8 milliongacha aksiya har bitta mashinamizda qilamiz. Ya'ni har bitta mashinamizda aksiya berib o'tilgan. Undan tashqari mashinalar yo'lda buzilib qolsa, ya'ni Mogodan mashina xarid qilgansiz, yo'lda buzilib qoldi. Uni taxlashingiz kerak. Usta puliga xarajat qilishingiz kerak. Akajon, usta pulda xarajat qilishlaringiz, agar o'zimizga olib kelsangizlar o'sha mashinani, usta puli 20% chegirma asosida qilib beramiz. Mashinalarimiz bo'lmasa aksiyalar bilan tanishtirib o'tamiz. Xudo xolasa narx mashinamiz, xo'sh, 2014-yil mashinamiz Mix. 2014-yil holati ideal. Holati zo'r mashinamizni. Mashinamiz 6 million 650 ming so'm boshlang'ich to'lov bilan chiqarib beramiz. 6 million 650 ming so'm. Balonlar yangi holatda. Mashinamiz holati ideal. Narxi 63 million so'm edi. Aksiyada 56 million so'mga narxini tushirdik. 56 million so'mga 56 million so'mga 9 million aksiya akalar. 9 million so'm aksiya faqat xalqimiz uchun. Faqat xalqimiz uchun o'ylagan holda albatta. Mashinamizni kelasiz, xarid qilasiz. Mashinamiz propan gaz ballonda 2014-yil Lux konsoner. Xo'sh, keyingi mashinamiz 2018-yil Best avtomashinamiz. Bu 2018-yil Best avtomashinamiz, ballonlari zo'r holatda, propan gaz ballonda. Mashinamiz holati o'ta ideal. Xo'sh, mashinamizning narxi 64 million so'mga tushirildi. 68 million so'm edi, 64 million so'mga tushirdik. Bu degani 4 million so'm aksiyada 6 million 650 ming so'm berasiz. Pasport prava evaziga buni ham olib xarid qilib ketasiz. Buni ham bemalol. Mashinamiz holati o'ta ideal. Xo'sh, keyingi Nexia 2 avtomashinamiz. Bu Nexia 2 avtomashinamiz 2016-yil Daewoo variant. Zanglamaydigan kuzov. Kuzov umuman zanglamaydi, chirmaydi. Mashinamiz holati o'ta tiniq. 2016-yil gibrid Lux konsoner. Mashinamizning narxi 80 million so'm. 2016-yil. E'tibor berasizlar, 2016-yil oxirgi Nexialardan. Ha, oxirgi chiqqanlardan. 85 million so'm edi, bu ham 80 million so'mga tushirdik, 5 million aksiya. 5 million aksiya bilan 80 million. 8 million so'm boshlang'ich to'lov qilasiz, pasport prava evaziga olib ketasiz. Mashinamizni hamma ishlari qilingan. Mashinamiz metanda, ballonlari normalni. Mashinamiz holati zo'r. Kelasiz, 8 million pulni berasiz, pasport pravani berasiz akalar, 2 soatga haydab ketasiz. Gap 2 soatga 01 mashinalik nomerlarni
2 soatga haydab ketasizlar aka. Mana 01larni 80 nomerdagilarchi? 80 nomerdagi mashinalarimiz bo'lsa agar, bularni 1 kun, 1,5 kun vaqtimizni oladi. Bu degani gaydan nomer almashtirishimizga vaqtimiz ketadi. Shuning hisobiga 1 kun, 1,5 kun vaqtimizni oladi. 80 nomerlik mashinamiz. E'tibor beramiz. 01. Ha, 01 mana bu 80. Ba'zi bir mijozlarimizda e'tirozlar kelyapti. Nima uchun 2 soat deganingizlar 2 kun vaqt ketyapti, 1,5 kun vaqt ketyapti? Chunki mashinalarimizni nomeri almashish uchun vaqt ketadi gayda. Uni biz javob bera olmaymiz. Agar mashinamiz nomeri tayyor bo'lsa, gap yo'q. 2 soat vaqtingizni olamiz, pasport prava boshlang'ich to'lovni keltirasiz, chiqarib beramiz. Xo'p, bunisi Nexia 2 avtomashinamiz. Bu ham 2016-yil gibrid lyuks konditsioner. Mashinamiz polni radnoy, balonlari yangi, metan gaz balonidan mashinamiz tayyor holatda, ideal sostoyanida 89 million so'm edi. 84 million so'mga tushdi. 5 million so'm aksiya. 5 million aksiya bilan. 5 million so'm aksiyada. Mashinamizni 8 million 400 ming so'm berasiz, pasport prava berasiz, bemalol xarid qilib ketishingiz mumkin azizlar. Mashinamiz ideal, polni radnoy. Polni radnoy 01 nomerda. Nuqta joyi ham yo'q. Olib ketaverasiz. Tushunarli. Bemalol ustalaringizni olib kelasiz azizlar. Mashinalarni ishonchli. Xohlasangiz motor ustalarini olib kelinglar. Xohlasangiz kuzov ustalaringizni olib kelinglar. Mashinamizni ko'rib, bemalol tekshirib olinglar. Mashinalarimizga garantiyalarimiz bor. Mashinamiz ishonchli akalar. Xo'sh, bunisi mashinalarimiz 2014-yil 1.6 lyuks konditsioner. Mashinamiz holati ideal holatda. Baloni yangi. Mashinamiz propan gaz balonda. Propan gaz. E'tibor beramiz, bu mashinamiz 80. 1 kun, 1,5 kun vaqtimizni oladi. Buni ham aytib o'tamiz. Endi erta mijozlarimizdan yana nima kelmasin, negativlar kelmasin. Xo'sh, 1 kun, 1,5 kun vaqtimizni oladi. Bu mashinamiz narxi 80 million so'm edi. 75 million so'mga, 5 million aksiyaga 75 million so'mga tushirdik. Mashinamizni holati o'ta ideal. Propan gaz balonda 75 million so'mga 11 million so'm boshlang'ich to'lov olib kelasizlar. 15% evaziga pasport prava bilan chiqarib ketasizlar azizlar. Mashinamiz holati idealni. Xo'sh, yana aytib o'tamiz, bizda mashinalarimiz ko'p. Bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Bu yoqda mashinalarimiz turibdi, masalan, Gentra deysizlarmi, Damas deysizlarmi, Cobalt deysizlarmi, istalgan turdagi mashinalarni topib beramiz. Agar bizdagi mashinalar sizlarga yoqmasa, bizdagi mashinalarga yoqmasligi mumkin. O'zlaringizda mashina bo'lsa agar, bemalol o'zlaringizda mashina, masalan, qo'shningiz yo bozordan ko'rgan mashinangiz bo'ladimi, o'zingizda boshqa variant bo'ladimi, shularni ham olib kelsangiz, kredit evaziga tayyorlab beramiz. Ularni ham xuddi shu tartibda qilib beramiz akalar. Bemalol kelasizlar, o'zlaringizga yoqqan mashinalarni olib kelasizlar. Cobalt avtomashinamiz. Xo'las, endi Cobaltlarga o'tamiz. Cobaltlarimizdan qor ekan. Cobalt avtomashinamiz krugovoy shumkada. Balonlari yangi archa balon qo'yilgan. Yangi balonlar bor. Holati ideal. Avtomat korobka mashinamiz. Avtomat korobka 2021-yil to'liq shumkada mashinamiz. Mana. Shuma izolyatsiya. To'liq shuma izolyatsiyada qilingan. Mashinamiz holati o'ta ideal. Mashinamiz cruise control, climate control, multi rule, tracker bar, tracker richak, monitor, hamma ishlar qilib qo'yilgan. Salonga demak salon mehr berilgan, akalar, mehr berilgan ichki salonga. Mashinamiz holati o'ta ideal. Narxi 11 ming, yana kelishiladigan joyi bor. Mashinamizni 1800 dollar, 1500 dollar pul bor aziz omlashchilarimizga berib yoramiz. Kredit evaziga holati o'ta ideal mashinamiz. Mana. Xarajat yo'q, xarajatlari yo'q mashinamiz. Prosta sotib olasizlar, umuman bir tiyinam xarajat qilmaysizlar, mashinaga bemalol haydayverasizlar. Gazlar bor dedingiz-a? Metan gazlari mavjud. Metan gazlari ham bor mana. Hamma ishlar qilib qo'yilgan. Kelasiz, pulni berasiz, olib ketasiz mashinani. Mayda bemalol kelsangizlar bo'ladi. Ha, azizomlachilar, xo'sh, aytib o'tamiz. Bizni Mogodan mashina xarid qilinglar, bemalol. Aksiyalarimiz zo'r bo'lyapti. Yana Sharm Sheyxga o'yinlarimiz, yana o'yinda qimmatbaho sovg'alarimiz bor. Bularni hammasini o'ynaymiz. Realni. Alloh unaqa narsa yo'q, unaqa narsalar yo'q. Mashinalarimiz o'ta sifatli. Qimmat bo'lsa ham sifatli mashina olamiz. Chunki siz bilan biz 5 yil bo'lsa 5 yil, 3 yil bo'lsa 3 yil, 1 yil bo'lsa 1 yil aka-uka bo'lishimiz kerak. Shuning uchun sifatli mashina olib, sifatli xizmat ko'rsatamiz xalqimizga, azizlar. Agar bizdagi mashina o'zlaringizga sizlarga yoqmasa, bemalol o'zlaringizga yoqqan mashinani kelib xarid qilishingiz mumkin. Sifatiga yana shubha qiladiganlar bo'lsa, bemalol xohlagan paytlaringiz ustalaringiz bilan kelib ko'rib ketsangizdan bo'ladi demak. Kelaverasizlar, yangiliklarni qilish davom etamiz sizlar uchun. Yana kelgusi videolar yangiliklar bo'lsa albatta sizlarga qo'yib boramiz. O'sha o'yinlarni ham xudo xolasa ko'rib borasizlar. Nasib bo'lsa to'liq videolar chiqadi yana. Mayli aka, unda mayli aka, sog' bo'ling. Mayli azizlar, sog' bo'lasizlar.